Mamlakat taraqqiyoti ko'p jihatdan ilm-fan, ta'lim tizimi rivoji bilan chambarchas bog'liq. Ushbu haqiqatni to'g'ri deb bilgan va bu borada barcha zarur choralarni ko'rgan davlatda albatta yuksalish bo'ladi. Shu bois jahonning yetakchi davlatlari iqtisodiyot tarmoqlarini barqaror o'sishini ta'minlash uchun ko'proq ta'limni rivojlantirishga birinchi galdagi vazifa sifatida qarayotgani ham bejizga emas. Shu bois yurtimizda ta'limning barcha bo'g'inlarida malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, shu jumladan kasbiy ta'lim tizimini takomillashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 16-oktyabrdagi kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni mazkur yo'nalishdagi ishlarni yanada yuqori bosqichga ko'tarishga dasturul amal bo'ldi. Farmonga muvofiq kasb-hunar maktablari negizida tashkil etilgan politexnikumlar bugun tom ma'noda yangi avlod kadrlarini tayyorlashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qarshi tumani birinchi-son politexnikumida kasblar festivali doirasida tashkil etilgan ochiq eshiklar kunida ham ta'lim muassasasida iqtidorli o'g'il-qizlarga chuqur bilim berishdan tashqari ularga ilg'or texnologiyalar yordamida kasb-hunar sirlarini o'rgatish yo'lga qo'yilgani. Bunda nafaqat nazariya, balki amaliyotda alohida e'tibor qaratilayotgani xususida so'z bordi. Yangi professional ta'lim tizimining ahamiyati hamda o'quvchilar uchun yaratilgan sharoitlar, o'quv va amaliyot jarayonlari to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Qarshi tuman birinchi-son politexnikumi 2024-yil 158-son prezidentimizning farmoni asosida tashkil qilingan. Bugungi kun 570 nafar o'quvchi tashrif buyurdi. Ochiq eshiklar kuni tashkil qilishimizda asosiy maqsad o'quvchilarimizni kasbga yo'naltirish, ertaga kelgusi o'qish davomini mana shu kasb-hunarda davom ettirish, ertaga o'sha faoliyatini bir kasb egallash maqsadida mana shu ochiq eshiklar tashkil qilganmiz. Bizda o'qish muddati 2 yil. Bizda o'sha yo'nalishlar bo'yicha haydovchilik guvohnomasini olish imkoniyatiga ega o'quvchilarimiz. Biz 2024-yilda Qarshi tuman birinchi-son politexnikumida avtodrom foydalanishga topshirildi. Bizda 2024-yil bitiruvchilarimiz 236 nafarni tashkil qilardi. Bundan 180 nafari to'g'ridan-to'g'ri o'z-o'zini band qilib ish bilan ta'minladi. O'sha yo'nalishlar kesimida bitiruvchilarimiz tikuvchi yo'nalishini tanlab o'z-o'zini band qilib ish bilan ta'minlandi. Qolgan 60 nafar o'quvchimiz oliy ta'lim muassasalarida talabalikka erishdi. 2025-26 o'quv yilida 10 ta yo'nalish bo'yicha qabul rejani shakllantirganmiz. Bu o'quvchilarda hammasida yetkazdik. Bizda eng yaxshi yo'nalishlarimizda asarchilik, chorvachilik, tikuvchilik, qurilish ishlari ishchisi, santexnik ishlari, bu yo'nalishlar hozirgi kunda dolzarb bir yo'nalishlar bo'lib qoldi. Har bir xonadonda, har bir yo'nalishda mana shu kerakli kasblarni tanlab, biz o'quvchilarni ertaga yetuk bir kasb egasi, mutaxassis bo'lib chiqishiga maqsad qilganmiz. Aytish kerak, bu yerda umumta'lim maktablarining 9-sinfini bitirgan o'quvchilar test sinovlari asosida qabul qilinib, 2 yil davomida umumta'lim va mutaxassislik fanlari asosida o'qitiladi. Eng muhimi, o'quvchiga o'zi tanlagan kasbiy ta'lim bo'yicha bilim beriladi. Mazkur ta'lim muassasasida yoshlarning ta'lim-tarbiya olishlari va kasb-hunar sirlarini mukammal egallashlari uchun barcha sharoit, imkoniyatlar yaratilgan. Zamonaviy talablarga javob beradigan o'quv xonalari, kutubxona, ishlab chiqarish ustaxonalari ularning ixtiyorida. Festival ishtirokchilari bo'lgan bitiruvchi o'quvchilar ta'lim muassasasida yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Bu yerda yoshlar avtomobil dvigatellarini qismlarga ajratish va yig'ish chilangari, avtomobillarni ta'mirlash chilangari, raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi, apparat va dasturiy ta'minot sozlovchisi, tikuvchilik, haydovchilik yo'nalishlarida tahsil oladilar. Ularga o'z kasbining ustalari bo'lgan mutaxassislar kasb-hunar sirlarini o'rgatishmoqda. Bizda mavjud bo'lgan avtomobilga oid barcha yo'nalishlar, avtomobillar shassisiga texnik xizmat ko'rsatish, dvigateliga texnik xizmat ko'rsatish, avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish hamda avtomobillar shassisiga texnik xizmat ko'rsatish yo'nalishlarimizda kvalifikatsiyasida B yoki BC toifali haydovchi kasbi beriladi. Bizda quvonarlisi 2024-yilda avtodrom foydalanishga topshirildi. Avtodromning foydalanishga topshirilganligi bu o'quvchilarimizni kichik haydovchi bo'lib shakllanishida amaliy bilim
bilimlarni to'liqligicha o'rganishlari uchun ularga haqiqiy mutaxassis sifatida shakllanishlarida yordam beradigan dasturlar amal bo'lib xizmat qiladi. Amalga oshirilayotgan ishlar barchasi yoshlarimizning kelajakda yetuk mutaxassis bo'lib shakllanishlari uchun va ularni yurtimizga, elimizga foydasi tegadigan yoshlar qilib yetishtirish uchun asosiy vazifa sifatida xizmat qiladi. Mana shu bugun hozir yoshlarimiz kelyapti, yo'nalishlar bilan tanishyapti, politexnikumuzdagi barcha shart-sharoitlar bilan tanishib va o'sha o'quvchilarni qiziqish bildirgan o'quvchilarimiz shu kunning o'zidayoq o'quvchilar safiga qo'shilish maqsadida ariza yozib, hujjatlarni topshirib ketishyapti. Demak, biz mana bugun mana shu o'quvchilarga yetkazib berib, kasb-hunar sirlarini to'liq ochib berar ekanmiz, biz natijaga erishgan bo'lamiz. Qarshi tumani Xushvaqt qishlog'ida joylashgan 1-sonli politexnikumida ayni paytda 660 nafar talaba tahsil olmoqda. Bu yerda o'quv jarayonlari boshlang'ich professional ta'lim dasturlari asosida amaliyot bilan bog'liq holda olib boriladi. Mazkur kasb-hunar maktabida yangi o'quv yilidan 8 ta yo'nalish bo'yicha mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Jumladan avtomobillarni yurish qismiga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash, avtomobillarning elektr jihozlariga xizmat ko'rsatish, avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash, raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi, tikuvchilik, traktor haydovchisi kabi yo'nalishlarda o'quvchilar kasb-hunar sirlarini mukammal o'rganmoqda. Shuningdek, bu yerda avtomat transport vositalari haydovchilarini tayyorlash faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib, o'quvchilar 2 yil davomida yo'l harakati qoidalarini mukammal o'rganib, haydovchilik guvohnomasi olish uchun maxsus sertifikat va diplomga ega bo'lishadi. Shu kuni bitiruvchilar tashkil etilgan avtodrom faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar. Avtomobillarni sotish va sozlash yo'nalishi bo'yicha men shu yerda o'qishga kirmoqchiman. Mashina sozlik, ya'ni ustachilik kasbiga qiziqaman. Bu yerdagi sharoitlar juda zo'r, o'quvchilar uchun juda a'lo darajada. Kelajakda mohir usta bo'lishni xohlayman. Albatta orzumga erishaman. Qarshi tumanidagi 47-maktabdan kelyapmiz. Mana bu yerda hozir bizning maktabimizda 1105 ta o'quvchi mavjud. Umumiy soni ana shulardan hozir biz 60 taga yaqin o'quvchilarni, ya'ni 9-bitiruvchi sinflarni olib keldik. Bular mana bu ochiq eshiklar kunida o'zlariga taalluqli bo'lgan kasblardan, bir hunarlardan, bir bilimga, taassurotga ega bo'ldilar. Hozir biz bularni mana shu texnikum vakillari bilan birgalikda bu yerda bir ma'lumotga ega bo'lib chiqdik va 9-sinf o'quvchilari o'zlari mana kelajakda mana shu yerga o'qishga kelishni niyat qilib oldilar o'zlariga. Maqsad mana bu ochiq ishlar kunida mana hozir bu yerda mutaxassislar bor ekan. O'quvchilar bir yaxshi bir taassurot bilan bir qaytyaptilar-da maktabga. Va kelajakda mana shu o'quv yurtiga bizani maktabimiz bilan bular o'rtasida hamkorlik bor. Nasib bo'lsa mana shu yerga o'qishga keladilar bolalar. Va bularni o'qishlarida biz omad tilaymiz. Ya'ni ta'limning keyingi bosqichida ular ishtirok etadilar. Menda yaxshi taassurotlar qoldi. Mana bu yerda tabiati, keyin o'quv xonalarining sifatli jihozlanganligi, mana bu yerda ko'rgazmalarning yaxshi tashkil etilganligi, avtodromlarni tomosha qildik. Haqiqatan ham bu sharoitlari bor ekan bu yerda. O'zimizning o'quvchilarimiz ham qiziqib, o'zlari o'sha avtomobilda haydab ko'rib, bir yaxshi taassurot bilan shu yerga kelishga ishtiyoq uyg'ondi. Har yil hamkorligimiz bor. O'tgan yil ham olib kelganmiz bu yerga o'quvchilarni. Mana bu yil ham olib kelyapmiz. Yana nasib bo'lsa mana shunday hamkorligimiz davom etaveradi. Ta'lim maskanida zamonaviy talablarga javob beradigan o'quv xonalari, kutubxona, ustaxonalar yoshlar ixtiyorida. Ayniqsa tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha tahsil olayotgan yoshlar o'z sohasining bilimdoni bo'lgan. Ishlab chiqarish jarayonida katta tajriba to'plagan pedagoglar va ishlab chiqarish ustalaridan kasb-hunar sirlarini maromida o'rganmoqda. Tikuvchilik sohasida hozirda 1-kurs talabasiman. Bu sohani o'rganishimda menga ota-onam, ustozlarim katta yordam berishgan. Bu yerda o'rganishimga Meli va Gulsara ustozimiz juda katta ham yordam berganlar. Uyda har xil ko'ylaklar, liboslar tikib turaman. Bu hunarni yoshligimdan qiziqib kelganman. Hunarli kishi xor bo'lmaydi. Qiz bolaga ming hunar oz deyshadi. Orzuim shifokor bo'lish, ham o'qib, ham hunar o'rgangan yaxshi qiz bola uchun. Ertaga hayotga o'rganib boradi. Bu hunar kelgusida ham asqotadi. Menga o'rgatgan barcha ustozlarimga kattakon rahmat aytaman.
Albatta, shu ma'noda professional ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish, ta'lim dasturlarini xalqaro ta'lim standartlari asosida joriy etish, mehnat bozoriga malakali o'rta bo'g'in mutaxassislarini tayyorlab berish hamda ish beruvchi malaka talablari asosida ta'lim jarayonlarini tashkil qilish bugungi kunning bosh maqsadiga aylangan.